kechki smenni boshladikda 9 dan keyin ozgina zapisim bor edi 2 soatlik. O'shaning uchun bunda qarasam kameraga qarasam soat 6 da bitta ayol kelibdilar-da. Voy, nima ertalabdan ertaroq kelyaptilar, jonlimikanlar deb rosa vijdonim qiynaldi. Yordamchi qizlarga ham tezroq kelinglar, qaranglar o'tiribdi deb turaman. Endi men dam olishim kerak edi. O'shaning uchun keyin shu keldim, mana ishga soat 9. Birinchi shu ayolni kirgizinglar qizlar dedim. Kirgizdilar-da. Ko'rsanglar, shuncha soat kutgan matka uchun meni shuncha vaqt kutibdilar. Bundan nimaga xursandman? Matkasiga keladi homiladorlar, ayollar folikulometriyaga 1 oy, 2 oydan keyin homilador bo'lib qoldim deb rosa ko'p kelishadi. Endi istoriyaga hammasini ayta olmaymiz-ku. O'shaning uchun sabablarini topdik, rasmlarini chiqardik. Endi bitta harakat qilib ko'rasiz. 6 oy keyin qolgani Allohdan. Hozir